Bilamasiz, hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan men o'sha Zuko. Kanalga obuna bo'lib, videoga like de tirs bosib qo'yishni unutmanglar. 5 daqiqa kutib turaman. Bosinglar, bosinglar. Bo'ldimi? Unda videoni boshladik. Hozir men do'stimni uyiga kelgan edim. Do'stim aytdiki, sen shaharda, o'z dadam aytdi. Shaharda yurib o'rganib qolsan, sal mehnatga ham o'rganishing kerak deydi. Endi videolar faqat qishloqda bo'ladi, agar uy topsan. Do'stim aytganda uy bor, merdan so'raysan, oldin meni uyimga kir degandi. Dom bor, ash domda chap tomonda meni uyim, bolam bilan yashayman dedi. Mayli dedim. Hozir borib ko'ramiz. Gatto. Nimadir nito topila. Ketdik. Menga anaqa uy bo'lsa yaxshi edi. Qo'lingdagi qora narsa nima deganlar uchun. Birinchi bo'lib qo'shnimni uyiga, ya'ni do'stimning uyiga kiramiz. Ochib. Birinchi aytdim keldi. Salom. Qaqaras, qo'shniga qarayapsiz. Salom. Siz Luko degan bittasini do'stimni taniysizmi? Bolasi bilan mana shu domda yashaydi ekan. Meni eshigimni tarzda yashaydi. Bo'ldi, rahmat. Do'stimligiga sabab bitta maktabda o'qiganmiz. Kamiga meniki Zuko, uniki esa Luko. Mana shu yerda hech kim yo'q-ku, qani? Salom. Baby. Salom jigar, yaxshimisan? Jigari, vasha o'lik. Ha, albatta. Men nihoyat yetib keldim. Seni topdim, jigarim. Yuragim. Men nihoyat seni topdim, axiri. Yetib keldim. Yaxshi qilib yetib kelsan. Endi meni ham videoga qo'shasanmi? Albatta, oldin uy topaylik. Uylar ko'p. Bizlar hozir meni oldiga kirdi, aytadi. Merilar qayerda yashaydi? Qayerda yashaydi? Eshikdan tashqariga chiqib turib katta tomonga to'g'ri yursak, mana shu yerda bor. Bo'ldi, xo'p, men ketdim. Aytganing uchun rahmat. Hali qaytaman. Bo'ldi, domla eshigini yopib qo'yamiz. Voy, yopil. Acha. Bo'ldi, endi ketdik to'g'riga qarab. Bu yerda bo'lsa kerak, mana bo'lsa kerak. Qani so'rab ko'ramiz, mana shu yerda uyda bo'lsa. Acha. Teshib yasham ekan. Bu yerda merlar yashamasa kerak. Ta'limga o'yinchilar yashaygan joy. Va temirchilar yashaydi bu yerda. Hop, do'stimdan so'rab ko'ray. Jigar, mer yo'q ekan-ku uyda. Bo'lmasa tepada yo'q. Tepada emas. Hozir meni to'g'ri eshikdan oldidagi uyga kelib ko'r, o'sha yerda bo'lishi mumkin. Mayli, so'rab ko'raman. Eshikni yop va bu yerda ham yop, avtobus qo'ygan. Salom, mana shu yerda mer yashaydimi? Bu yoqda? Albatta. Hozir kirib ko'ramiz. Salom mer. Salom. Siz bermisiz? Albatta, sen kimsan? Men shu qishloqlarga yangi kelgan o'yinchiman. Bu yerda yana mendan boshqa o'yinchilar ham yashaydimi? Do'stim aytgandi. Albatta yashaydi. Do'sting kim? Yashaydi, to'g'risi chap tomonda yashaydi. Eshikdan kirish bilan. Lukomi? Tanidim. Sening isming nima? Meniki esa Zuko. Blogermisan? Albatta. Blogerlar. O'zi men shahardan kelgan edim. Shuning uchun otam qishloqda
hayotiga o'rganasan degani uchun. Uyqudirib keldingmi? Ha, albatta. Qanday bildingiz? Ko'pchilik uyqudirib keladi. Nechta o'yinchi bor bu yerda? Bu yerda Zohirbek degan o'yinchi bor. U Pilapenetay'dagi ish tarafda yashaydi. Yana bitta uyimiz bo'sh xolos. Qayerligini aytadigan bo'lsa, hozir chiqimdan, domdan chiqimdan, o'y tomonida temirchini uyi bor. O'sha yer bo'sh. Xonasiga kirib yasha. Mayli. Lekin bu yerda tajribani o'tkazish mumkin emas qishloqda. Lekin bizni videoga olib, videoga qo'shish mumkin. Bo'pti, mayli. Bo'ldi endi. Mayt o'ng tomonda dedi, domdan chiqibdilar. Temirchini uyi qanaqaligini bilaman. YouTube'larda ko'rgan edim shaharda. Mana o'sha kirib ko'ramiz. Buni o'zi aslida ba'zi odamlar kamp o'tni uygan edi, quyondagida, quyondik. O'zi bu yerda qorayib bag. Qanaqadir bag. Qani hozir birinchi bo'lib blogerning uyiga kirib ko'ramiz. Va do'stimdan bir epik gapidan eshitishni xohlayapman video uchun. Men tagida degan edi. Tagida uni eshitdik. Nima Zohirbek dedimi? Nima deb dedi? Xullas, u uyi ham zo'r ekan. Ajoyib. Endi biz ketdik. Eshakkan chiqmadi. Xullas, bo'ldi. Endi do'stimni oldiga kiramiz. Bola ham ancha katta bo'lib qoldi. Salom. Hey, do'stim, jigarim, yuragim, nima gap? Mana ya do'stim, bu o'g'li ekan. Uy topdingmi? Albatta uy topdim. Sendan bir epik gap eshitmoqchiman obunachilar uchun. Mayli. Hozir bir o'tab tur hozir. Hozir. Gapir deyman, xo'pmi? Uzr. Jigar meni urdingmi? Yo'q, uzr olsa urilib ketib qoldi. Mayli. Davay. Gapiraymi? Albatta, gapir. To'xta. Endi gapir. Zo'qona obunachilari, bu Zo'qo mening do'stim bo'ladi. Zo'qoni kanaliga obuna bo'lib, like bosinglar. Ikkinchi, seni Telegram kanaliga bormi? Ko'pchilik bo'ldim bor. Lekin obuna bo'lishmaydi. Zo'qoni Telegram kanaliga ham o'tib obuna bo'linglar va videolarga like bosinglar. Modlarni yuklanglar. Har xil versiyaga modlar tiqilib yotibdi ekan. O'zi aytgan edi telefonda gaplashganimda. Qanchadan beri buni videosiga qo'shilmoqchi edim. Endi bemalol Zo'qoni videosidan o'ynasam bo'ladi. To'g'rimi? Ye. Bo'pti, hayır. Gaplashamiz yana. Bo'pti. Aga, kirib qopti. Endi videolarda shu qishloqda olamiz. Hoppa, bu mening uyim. Chik. Telegram va YouTube kanaliga obuna bo'lib, like bosinglar. Alo, like. Va obuna ham istaymiz. Shu. Hop, endi obuna bo'lishni unutmanglar. Va terazada do'stim ko'ryapti. Xullas, xayr, hammaga. Do'stim ko'ryapti. Salom. Bilamasiz, hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim. Zo'qo Telegram va YouTube kanaliga obuna bo'linglar.